Sizga savolda qarang, 75 ming dollarga kvartira olgan bo'larmidingiz yoki shunaqa yangi mebel texnikalari o'rnatib qo'yilgan yangi kottejimizni olarmidingiz? Bu kottejimiz lekin yosh oilaga juda ham idealniy variant ekan. Bu yoq tomonimizda bo'lsa, darvozaxonamizdan kirganimizda o'zini bitta mashina sig'adigan hovlilari ham bor. Bu yoqqa bitta e'tibor bering. Oshxonamizda studiyniy qilib yuborilgan, mehmonxonamizni ochib yorib, mebellari, oshxonamizga kerakli hamma texnikalari o'rnatib qo'yilgan. Bu yoq tomonimizda birinchi xonamizni ko'rishingiz mumkin. Kattalarga mo'ljallangan yotoqxona mebellari tayyor. Orqa hovliga ham bemalol o'tib ketsanglar bo'ladi. Shundan yonida bo'lsa, uyimizning umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Hattoki domofonlargacha o'rnatib qo'yilgan. Video kameralari, deysizlarmi, hamma udobstvo, qulayliklari bor. Bu bo'lsa oxirgi xonamiz. Uyimizning maydoni 0,8 sotiq, xonalarining soni 3 ta. Xonadonimiz Toshkent shahri Yangihayot tumani. Shundoq Indeks bozorining orqasida joylashgan. Shu telefonlarga telefon qiling, tez baraka qilishga ulgurib qoling.